Prezidentimizning respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyatida keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Mahallalarni xavfsiz hamda jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish maqsadida Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahri va Qibray tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan doimiy ravishda profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Qo'riqlash xizmati xodimlari aholiga jinoyat va huquq buzarliklarning barvaqt oldini olishda zamonaviy texnik qo'riqlash vositalari, video kuzatuv kameralarining samaradorligi, qo'riqlash xizmati turlari hamda tezkor harakatlanuvchi guruhlar imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berishyapti. Shuningdek, fuqarolarga taklif etilayotgan aqlli uy loyihasining afzalliklari xususida ham tushunchalar berilmoqda. Jamoat tartibini saqlash va mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish maqsadida fuqarolar xonadonlari hamda turli obyektlar qo'riqlovga olingan. Shu bilan birga jamoat joylari va ko'p qavatli uylarning kirish qismlariga tashvish tugmalari o'rnatilmoqda. Shuningdek, mahalla yetiligi bilan hamkorlikda ishtirokchilarga qo'riqlash xizmati faoliyati, obyekt va xonadonlarni zamonaviy texnik vositalar orqali qo'riqlash imkoniyatlari tushuntirilyapti. Aholining fikr-mulohazalari asosida mahallalardagi ko'cha va yo'laklarni namunaviy va xavfsiz holatga keltirish bo'yicha rejalar ishlab chiqilib, amaliy ishlar olib borilmoqda. Ko'p qavatli uylarning kirish qismlariga tashvish tugmalari o'rnatilib, ko'cha va yo'laklar bosqichma-bosqich video kuzatuv kameralari bilan jihozlanmoqda. Bundan tashqari mahallalar va ularga tutash hududlardagi obyektlar, bozorlar hamda savdo markazlari zamonaviy qo'riqlash texnik vositalari bilan jihozlanib, hududlarni onlayn rejimida nazorat qilish imkoniyati yaratilgan. Bu esa kecha-yu kunduz xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.